Leksiyona davam, hörmetlik vatandaş. Bugünkü islağa 2021 yıl 10. ayının 5. günü hörmetlik vatandaş. Endiki mavzumundaq. NATO'nun katibi Washington'u ziyaret qilib, strategik iddialarni tartibga solishga e'tibor berib, Jungo'nun xirislariga o'rtaq taqobil turmoqchi bo'ldi. Mavzuli xabar 10. ayının 5. günü Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Mushtar qoplab chiqdi, meni chiroyim qardab ketdi. Kechiringlar. Washington, Shimoliy Atlantik okean ahdi tashkilotining katibi Stoltenberg haftaning 1. günü 10. ayının 4. günü Washingtonni ziyorat qilib, Prezident Joe Biden bilan davlat bexatarligi maslahatchisi va davlat mudofaa ministri va Amerika Qo'shma Shtatlar davlat ishlar kotibi qatorliq davlat rahbarlari bilan ko'rishdi. Bu qatam Washingtonni ziyorat qilishning asosli muammosi NATO'ning strategik iddialarini tartibga solib, kun sayin o'rlayotgan Jungo tahdidi qanday taqobil turishdan iborat muammodir. Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi o'tgan hafta NATO'ni va NATO'ga a'zo davlatlarni ayblab, harbiy kuch avatib Jungoning atrofida harakat qildi degan edi. Hamda Shimoliy Atlantik okean ahdi tashkilotining jug'rafiyalik belgilangan joyda ching turishiga haydakchilik qilgan edi. Aqsaray haftaning 1. kuni bir parcha bayonotida bunday ko'rsatdi. Prezident Joe Biden NATO'ning katibi Stoltenberg bilan ko'rishganda NATO'ning cheklash kuchi va mudofaa iqtidorini kuchaytirishni, o'stirishni qayta ta'kidladi. Hem raqobatchiga taqobil turishning muhimligini ta'kidladi. Amerika Qo'shma Shtatlar davlat mudofaa ministri Austin NATO rahbarlari bilan ko'rishganda bunday ko'rsatdi. Biz NATO'ning cheklash kuchini va iqtidorini o'stirishga, kuchaytirishga muhtoj. Burunqi tafakkur yo'limizni o'zgartirishimiz kerak. NATO'dagi ittifoqdoshlarimizni yetaklab o'zgarayotgan strategik taqobil turishimiz kerak. O bunday ko'rsatdi. NATO burunqi har qanday chaqdagi qaraganda muhim kuch bo'lib qoldi. Balki biz uchun muhim bo'lib qoldi. Chunki biz hozir raqobatlashayotgan raqobatchilarga va dunyoga duch keldik. Raqobatchilar dunyosiga duch keldik. Biz har xil tahdidlarga duch keldik. Davomlashayotgan terrorizm tahdidiga hamda kelimat o'zgarishining bexatarlikka ko'rsatadigan ta'siriga duch keldik. Amerika Qo'shma Shtatlar davlat mahkamasining bayonotchisi bayonot e'lon qilib bunday ko'rsatdi. Navbatda Yevropada ziyoratda bo'layotgan Amerika Qo'shma Shtatlar davlat ishlar kotibi Antony Blinken shu kuni NATO'ning katibi Stoltenberg bilan telefonda so'zlashib, ikki taraf NATO'ning Avstraliya, Yaponiya, Yangi Zelandiya va Koreya bilan bo'lgan hamkorligini qimmatini ta'kidladi. Ma ta'kidlash bo'ladi ekan, vatandoshlar, katta ta'kidlash deb aytamiz buni. Bir hafta burun 2021 yil 9. ayning 27. kuni NATO'ning katibi Stoltenberg Jungo tashqi ishlar ministrligining ministri Wang Yi bilan ekran suhbati o'tkazganda bunday ko'rsatdi. NATO Jungo'ni dushman deb qaramaydi. Jungo'ning xalqaro va'dalariga amal qilib, mas'uliyatchan bir shaklda xalqaro tartib ichida ish qilishiga chaqiriq qildi. Minister Wang Yi NATO'ning endi Tinch okeani rayonida ta'sir kuchini kuchaytirayotganligi to'g'risida tanqid e'lon qildi. U bunday dedi:
Jungo o'tmishda NATO'ga raqobatchi bo'lmagan edi. Bundan keyin ham raqobatchi bo'lmaydi. Lekin yaqinqi yillardan beri NATO'ga a'zo ba'zi davlatlar harbiy parxod, harbiy aeroplan avatib Jungoning atrofida harakat qildi. Minister Wang Yi mundaq ko'rsatdi. NATO aslidagi jo'grafiyalik doirasida chang turishi lozim. Rayon doirasida muqimlik va taraqqiyotda muhim rol o'ynashi lozim. Shimol Atlantik okeanida tashkilotiga a'zo 30 davlat bu yil 6-oyning 14-kuni yuqori darajaliklar yig'inida bayonot e'lon qilib, mundaq ko'rsatgan. Jungo uchoq o'tirib qo'ygan qarniyat va zo'ravonlik harakatlari prinsipni asos qilgan xalqaro tartib hamda ittifoqdoshlarning bexatarligi munosabatlik sohalarda sistemlik xiris paydo qildi. Bu yil 6-oyda belgilangan 7 davlat yig'ini katta bayonot edi vatandoshlar bu. Bu 1949-yil Shimoliy Atlantik okeani ahdi tashkiloti NATO qurilgandan beri tunji qatam birlashma axborot shaklida Jungoni ochiq oshkora sistemlik tahdid paydo qildi deb qaraganligi bo'lib hisoblandi. Jungoning Yevropa turishliq elchilar umiga NATOning birlashma axborotini ayblab, so'g'oq munosabatlar urushi tafakkurining davomi va gruppovoy siyosiy ro'yxatning qilmishi degan edi. Va tahdid paydo degan edi. Biz NATO'ni ogohlantirib, Wang Yi mundaq degan edi. Biz hargiz bir tarafli emas, sistemlik tahdid paydo qilmaymiz. Lekin agar kimdikan sistemlik tahdid paydo qiladi ekan, biz qo'l qo'yishtirib qarab turmaymiz. Bu Tashqi ishlar ministri davlat mudofaasiga oid xabarlar to'g'risida gap qilib kelsa qaltis bo'ldi-ki, vatandosh. Wang Yi apandi degan bir diplomat emas, bir kechada harbiy odamga aylanib qolibdi-da.